Yil onasi yoxud uzrga to'la 200 paket. Seuldan Kaliforniyaga uchayotgan koreyalik ayol 4 oylik chaqalog'i bilan yo'lovchilarga xalaqit qilmaslik uchun noodatiy yo'l tutdi. U har bir yo'lovchiga shovqinga qarshi quloq tiqinlari shirinliklar bilan birga quyidagi so'zlar yozilgan 200 ta paket tarqatib chiqdi. Salom, mening ismim Junvi, men 4 oylikman. Bugun onam va buvim bilan AQShga xolamni ko'rgani ketyapman. Bu mening birinchi parvozim bo'lgani uchun biroz asabiylashib yig'lab yuborishim mumkin. Men xotirjam bo'lishga harakat qilaman, lekin hech narsa va'da qila olmayman. Iltimos, meni kechiring. Onam siz uchun bu paketchada shirinliklar va quloq tiqini solib qo'ygan. Agar juda shovqin qilsam, ulardan foydalaning. Sayohatingiz xayrli kechsin. Rahmat. Biroq ona behuda tashvish qilgan ekan. Junvi o'zini namunali yo'lovchi kabi tutdi va parvozning butun 10 soatini uxlab o'tkazdi.